Assalomu alaykum yurtdoshlar, qadrdonlar, hammalaring yaxshimisizlar? Kecha negativ yozadiganlarga video qilgan edik. Xudoga shukr, hali negativ kommentariyalar kelmay qo'ydi. Alhamdulillah. Bundan bu yoqqa ham negativ yozmanglar. Sababiki biz hamisha yaxshilik tarafdorimiz. Xudo xolasa sizlarga xizmat qilamiz. Biz ko'chalarni ko'rsatib beryapmiz. Boshqa joylarni ko'rsatib beryapmiz. Xudo xolasa qish mavsumi yaqinlashyapti. Qadrdonlar, kam ta'minlangan boquvchisi yo'q insonlarni bizga qayerdan ko'rsanglar ham aniqlab beringlar. Iltimos, homiylar bor, ko'mrini beradi, boshqa narsalarni beradi. Qishga tayyorgarchiligi yo'q insonlarni, boquvchisi yo'q insonlarni bizga aniqlab bersanglar, qishga ko'mirini, boshqa narsalarini, endi bolalar, yosh bolalari bo'lsa, ustuvoshlarini olib berishadi, homiylar bor. Sizlar bilan Shuhratbek Sobirov hamisha yaxshilik qilib yuraveringlar. Yaxshilik yaxshi inshaalloh. Salomat bo'linglar.